150 ming dollargacha sotilgan HS9 man teng yarim narxiga beraveraman. Videoni o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'rib, like bosib kuzatib turing aka. Men mashinani obzorini qilib beraman. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Honda HS9 mashinasini narx teng yarim narxiga beraveraman. Bu videoni HS9 zo'rini minaman deb yurgan tanishingizga hozirroq jo'natib qo'ying. Ja o'zingiz olmasingizdan like bosib, kamida niyat qilib qo'ying. Mashinani saloniga o'tirganimizda bizda bit shunaqa ochiladi, multirul, to'rttala monitorlari, hamma narsa elektronlik boshqariladi. Shpon detallargacha ishlatilgan, panorama tom, sizni isitadi, sovutadi. Xullas, yo funksiyani o'zi yo'q. Bu mashina Xitoy prezidentlari yuradi. Ishi Prisovskiy, Michelin Pilot sport balonlarida hali yangi mashina. Karman shikli hamma yoqda bor. Orqali kapitanskiy 3-qatorlari ham mavjud. Rangi qora, kraska toza. 2023 niyat qilgan bo'lsangiz like bosib, niyat qilib qo'ying. HS9 eng maksimal opsiyalarda 360 kamera, slipoy zona. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Rolls-Royce dizayneri tomonidan chizilgan avtomobil bo'ladi bu mashina. 150 ming dollar sotilgan, hozirgi kunda ham 100 mingdan kam bo'lmagan Honda HS9 man sizlarga 79900 ga beraveraman. Bu videoni Honda HS9 minaman deb yurgan tanishingizga hozirroq jo'natib qo'ying. Niyat qilgan bo'lsangiz like bosib, bizning kanalga obuna bo'ling. 79900 ga bosinglar.